Omad o'z-o'zidan kelmaydi. Birinchi hafta. Insonning taqdirini aytib berish uchun bashoratchi bo'lish shart emas. Faqatgina sening hayotdagi asosiy maqsading nima va unga qanday erishmoqchisan deb so'rashning o'zi kifoya. Agar bu haqda 100 ta odamdan so'rasangiz, 99 tasi yaxshi yashashni va baxtli bo'lishni istayman deyishi turgan gap. Bir qarashda bu javob oddiy ko'rinadi. Ammo yaxshilab o'ylab qarasak, faqatgina oqim bo'ylab suzishni yoqtiruvchi va hayotda nafaqat maqsadi, balki uni amalga oshirish uchun rejalari ham bo'lgan odamlarning dasturxonidan ortgan narsalariga qanoat qiluvchi odamlargina shunday deyishadi. Boy va omadli odam bo'lish uchun esa o'z oldingizga aniq bir maqsadni qo'yishingiz va unga erishishning bosqichlarini aniqlab olishingiz lozim bo'ladi. Demak, yaxshilab eshitinglar. Omad o'z-o'zidan kelmaydi deb va omadga, boylikka qarab yuryapmiz. Xo'p, davom etamiz. Bir necha yil muqaddam men Dallaslik Stuart Austin Beer degan yigit bilan birga ishlagandim. U o'sha vaqtda men muharrirlik qilgan jurnalda ishlardi. Agar Stuart bir kashfiyotchi haqida maqola yozmaganida edi, balkim shu paytgacha ham qashshoq yozuvchi bo'lib qolavergan bo'larmidi? Kashfiyotchi bilan suhbati uni shunchalar ruhlantirib yubordiki, oqibatda u o'z hayotini butkul o'zgartirishga qaror qildi. Stuart o'zini tanigan odamlarning barini ajablantirgancha jurnalistikani tashladi va patentli huquqshunos bo'lish uchun o'qishni davom ettirdi. Negaki Stuart bu kamtargina lavozimda qolmoqchi emasdi. Balki AQShning bosh huquqshunosi lavozimini egallashni niyati qildi. U niyatini amalga oshirish uchun shunaqangi jon-jahdi bilan intilardiki, hatto kollejdagi o'qishni rekord darajada qisqa muddatda tamomladi. Eshityapsizlarmi? Tushunyapsizlarmi? Bitta odam normalniy ishda ishlab yurgan bo'lgan necha yillar davomida va to'satdan o'zi jurnalist bo'lgan, to'satdan u huquqshunos bo'lishga qiziqib qopti. Va huquqshunos bo'lishga qiziqib qolib, necha yoshida bilmayman, 30 yoshidami, 40 yoshidami qattiq qaror qildi. Mana shu kasbga o'taman debdi-da, даже o'sha kollejga kirib o'qishga tez bitiribdi. Rekord darajasida tez bitiribdi qisqa muddatda. Huquqshunoslik lavozimini egallash niyati bo'lgan uchun. Shuning uchun ham hozir nechadir yoshga chiqib olib, voy menga kech bo'ldi demanglar demoqchiman. Nima haqida gapiryapsiz? Biz hozir bitta kitob o'qiyapmiz. Omad o'z-o'zidan kelmaydi degan bo'limini o'qib, sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqib sharhlayapmiz. Davom etamiz. Advokatlik amaliyotiga kirishgach esa u ataylab eng chigal ishlarga qo'l ura boshladi. Ko'ryapsizlar, mana endi bitirgan, lekin voy men osonidan boshlayman, qiyinidan qo'rqaman demagan va sirazi qiyin ishlarni olishga harakat qilgan. Oqibatda zo'r obro' e'tiborga erishdi. Uning xizmatlari esa shunaqangi talabgir bo'lib ketdiki, aql bovar qilmas darajada yuqori narx so'rasa ham mijozlari orasida talash bo'lardi. Maqsad va uni amalga oshiradigan rejaga ega bo'lgan odam uni tatbiq etish uchun imkoniyatini albatta topa oladi. Agar o'zingiz nimani istayotganingizni aniq bilmasangiz, olma-pish, og'zimga tush deb o'tiraverganingiz bilan hech qachon omadga erisha olmaysiz. Nimaga intilayotganingizni o'zingiz bilmasangiz, unda kim ham sizga yordam bera olardi? Faqat aniq belgilangan maqsadga ega bo'libgina yo'lingizda uchragan barcha qiyinchiliklar va muammolarni bartaraf etish mumkin. Demak, sizning oldingizda hozir qanaqadir muammolar bo'lyaptimi? Demak, siz aniq maqsad qo'ysangizgina, shuni yechishga, shunga qadamlar qo'ysangizgina, bu muammolarni bartaraf etarkansiz. Aniq maqsadingiz qattiq bo'lmasa, buni yecha olmaysiz demak. Nimani istayotganini bilibgina qolmay, balkim unga erishish rejasiga ham ega bo'lgan eng omadli tadbirkorlardan biri sifatida Li Maransni aytib o'tish mumkin.
Injener-mexanik Marans muzqaymoq tayyorlovchi uskunani ixtiro qilgandi. U sohil bo'ylarida joylashgan son sanoqsiz qahvaxonalarni aniq-tiniq tasavvur qilardi va bular keyinchalik hayotda ijobat bo'ldi. Mana nechidir yil ilgari shunaqa tasavvur qilgan kimdir sohil bo'yida marojniy ochishi va mana hozirgi kunda sohil bo'yida albatta marojniylar ochilyapti, yana nimadir bizneslar qilinyapti. Yuzlab insonlar kabi Marans ham boshqa odamlarga yordamlashish orqali omadga erishdi. Ko'rasizlarmi, omadni yo'li boshqalarga yordamlashish. Siz kimgadir yordamlashasiz, sizni omad yo'lingiz ochiladi. U muassasa egalariga qurilish jihozlarining dizayni bo'yicha loyihalarni taqdim qilar. Bu esa o'sha davrlarda aql bovar qilmas hodisa hisoblanardi. Marans o'z qurilmalarini Amerika sohillariga joylashtirdi va ichiga turli to'lmalar solingan yumshoq muzqaymoqlar yordamida ulkan mol davlat orttirdi. Natijada nima bo'ldi deysiz? Oradan biroz vaqt o'tgach, yumshoq muzqaymoq sotadigan qahvaxonalar barcha shtatlarni xuddi to'rdek qoplab oldi. Demak, ideya qilgan bitta odam uyda o'tirib va o'sha ideya, o'sha mana shu yo'llarda chetida morojniy sotish ideya qilgan va uni ideyasi orqali keyin butun mana shu hamma joy shu narsani bajargan. Lin Marans, agar o'zingizga, o'z imkoniyatlaringizga va qilayotgan ishingizga ishonsangiz, o'ylaganlaringizni amalga oshirishingizga ishonchingiz komil bo'lsa, unda albatta maqsadingizga erishasiz degandi. Ko'rdinglarmi? Demak, siz maqsadni aniq qo'ysangiz va o'sha maqsadga erishishingizga ishonsangiz, siz обязательно erishasiz bunga. Ya'ni ikkilanish kerak emas. Qilarmikinman, o'xsharmikin, adamdan so'rashim kerak, oyimdan so'rashim kerak, erimdan so'rashim kerak deb o'tirish kerak emas deyapti. Maqsadni konkret qo'ygin va maqsadga erishish yo'llarini topgin va qaytmagin deyapti. Shunda sen aniq maqsadga erishasan va omadli bo'lasan deyapti. Kelajakni o'zingiz qanday tasavvur qilsangiz, u shunday bo'ladi. Uni qanday holda ko'rishni xohlayotganingizni hozirdanoq aniqlang. Xo'sh, sizga savol. Siz kelajagingizni qanday tasavvur qilasiz? Va uni qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Uni hoziroq tasavvur qiling va yozing shu yerga. Instagramdagilar Instagramga yozsin, Telegramdagilar Telegramga yozsin. Qachonki siz kelajagingizni birinchi tasavvur qila olasiz, uni aniq ko'zingiz yumganda ko'ra olasiz, undan keyingina sizga mana shu kelajak kirib keladi. Kim mana shu yerda mard bo'lib ayta oladi, kim kelajagini tasavvur qila oladi, 5 yildan keyingi o'zini tasavvur qila oladi yoki 1 yildan keyin o'zini qanaqa bo'lishini tasavvur qila oladi. Yozinglar shu yerga. Agarda siz hozir shu savolni berishim bilan aniq tasavvur qila olsangiz, demak sizda maqsad bor va o'sha bo'ylab ketyapsiz. Agarda siz umuman uni tasavvuran qilib ko'rmagan bo'lsangiz biror marta, demak sizda mavhum, xaos bu. Va siz hech qayerga ketmayapsiz, bir joyda turibsiz. Prosta umringiz o'tyapti. Давайте yozinglar. Kim tasavvur qila oladi yoki gapirsin? Xo'p. Keyingi sahifaga o'tamiz. Qaranglar, 56 hafta bu. Men endi ikkinchi haftasiga o'tdim sizlarga. Qaranglar. O'z hayotingiz bilan yashang. Keyingi qismga o'tamiz. Keyingi sahifaga. Sizlar anglashlaringlarni guruhga yozib ketinglar. Anglashlaringlarni yozib ketinglar. Instagramdagilar sizlar shu yerga yozib ketinglar. O'z hayotingiz bilan yashang. Boshladik. Birov qanday yashashingiz kerakligini ko'rsatmaguncha yuragingiz tinchimaydi. Har bir odamga taalluqli. Tangri bizga muqarrar va inkor etib bo'lmaydigan yagona afzallik. O'zimizning shaxsiy aql idrokimizga
egalik qilish huquqini ato etgan degan judayam dono bir gapni eshitganmisiz? Ehtimol yaratuvchining maqsadi har bir insonni boshqalarning aralashuvisiz o'z hayoti bilan yashash, o'zicha fikrlashni o'rgatish bo'lganidir. Aks holda biz o'z aql idrokimizga egalik qila olmay qolgan bo'lar edik. Judayam ta'sirli gaplar. Bizaga ko'pchilik lichkada savol beradi. Mamlaqa narsa bo'ldi, siz nima maslahat berasiz? Ya'ni bizani fikrimizni so'raydi, siz nima maslahat berasiz? Ya'niki mani qandaydir maslahat berishimni so'rashadi yoki kutishadi. Bu noto'g'ri narsa. Biz hech kimga maslahat bermaymiz. Tushunasizlarmi? Maslahatni siz mutaxassis bilan ishlashingiz kerak. Mutaxassis nima uchun siz shu tupikka kirib qolganingizni yoritib ko'rsatib berish kerak. Siz bilan suhbatlashib, sessiya o'tkazib, o'sha siz yurgan yo'llarni o'zingizga ko'rsatib tashqaridan sizga oyna bo'lib tutib beradi va mana shu oynada o'zingizni ko'rasiz. Ana keyin o'zingiz to'g'ri xulosa chiqarasiz. Mamnaqa qilganim noto'g'ri bo'lgan ekan. Mamnaqa qilishim to'g'ri ekan. Endi mamnaqa qilaman deysizki, qarorni o'zingiz chiqarib ketasiz. Agar biza sizni o'rningizga biz fikrlab, sizni o'rningizga biz qaror qabul qilsak, siz o'smaysiz. O'smaysiz siz. Masalan, aytyapti-da, erim 10 yildan beri uradi. Ajrashaymi, ajrashmaymi deyapti-da. Ko'rasizlar? Men bu yerda umuman ajrashma deyishga haqqim yo'q. Bu maslahat emas o'rtoqlar. Avvalambor nima uchun urishini bilish kerak u ayol. Demak, u ayol nimanidir anglamayapti, nimanidir tushunmayapti. U erkak anglatish uchun unga juft qilib berilgan. U anglamayapti. Samatsenkasi pastdir. Bo'lmasa pasha olib ketib yuborish kerakdir, burnini ezish kerakdir erini. Yalinib borib, iltimos meni kechir deb keyin urmas balkim. Ketmaydi, o'tiraveradi 10 yil kalta yesa ham. Tushunasizlar? Agar men mana shu yerda bor ket uyingga desam, men uni taqdiriga aralashgan bo'lib qolaman. Keyin kimdir anta aqllilik qilib chiqadi, sen ket deganing uchun arazlar, nima ketdi, mana oila buzildi deydi. Tushunasizlarmi? Lekin biz o'sha vaziyatni yaxshilashga xizmat qilamiz. Nima uchun er uryapti? Nima uchun bu ayol kalta yesa ham o'tiribdi? Bizga shu qiziq. Biz shuni yechamiz. Tushunasizlar? Biz mana shuni yechamiz. O'shani kovlaganimda, u qiz o'sha ayol bolaligidan kalta yegan. Adasi onasini kaltaylaganini ko'rib o'sgan va bu normal holat deb o'ylagan. Mana travma qildi. Va ana o'shani biz yechgandan keyin ayol o'zini ayol ekanligini, erkak uni urishga haqqi yo'qligini, agar erkak shuni ayta oladi yoki o'sha nimanidir anglamayaptimi yoki ichib kelganda biji qilish erkakga yoqmayapti, uryapti. O'shani tilini tiyish kerakligini anglamayapti 10 yildan beri. Mana shuni anglaydi-da, tilini tiyadi-da, o'zini ustida ishlaydi, eriga hosil bo'lmasdan. Ayol o'zini ustida ishlagandan keyin erkak o'zgaradi. Mana biz mana shuni qilamiz. Biz mana shu glavniy transformatsiya mana shu yerda o'zi. Agar yo ket uyingdan bor, ajrash, nima o'tiribsan bu yerda desa, bu yechim emas o'rtoqlar. Nima uchun uryapti sani? Sen nima uchun chidavyapsan? Mana shuni lecheniyasi bizning vazifamiz hisoblanadi. Mana shu yerda ham shuni aytyapti. Birovdan maslahat so'rama deyapti. Tushunasizlarmi? Davom etamiz. Alloh deyapti, o'zingga miya bergan deyapti. O'zingdan kelib chiqib qaror qabul qilgin deyapti. Keyingi davom etamiz. Sizga ato etilgan aql idrokingiz va o'z hayotingizni boshqarishdek yagona huquqingizdan foydalangan holda o'zingiz tanlagan har qanday sohada yuksak cho'qqilarga erishishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda har bir insonga Alloh unikallik bergan.
Ya'ni kim sizni qo'lingizdan Alloh sizga bergan missiyani bajarish keladi va uni faqat siz qila olasiz, deyapti. Uni siz miyangizni ishlatib, faqat siz qila olasiz, deyapti. Hayotda boy va mashhur bo'lishdan oldin aql bovar qilmas to'siqlarni yengib o'tgan, yuzaga kelgan muammolarni afzallikka aylantira olgan mashhur odamlar haqida ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Bu insonlar to'siqlardan muvaffaqiyatga sakrab o'tish uchun kerakli tramplin sifatida foydalanishning uddasidan chiqishgan. Ular orasida Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, aka-uka Wilbur va Orville Wright kabi daho insonlarni sanab o'tish mumkin. Qorni to'yib, qozoni qaynaganiga shukur qiladigan ko'pchilik orasida o'z vaqtida muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan bosh tortgan, nisbatan kamroq mashhurlikka erishgan ko'plab insonlarni ham aytib o'tish mumkin. Ya'ni kim aytyaptiki, va hozir shu ham yetadi, qora qozonim qaynayapti-ku deb kamroq harakat qilib, kamroq narsani muvaffaqiyat ko'zlagan odam kamroq narsaga erishadi, deyapti. Ko'p yillar muqaddam bir urush faxriysi oldimga ish so'rab keldi. U ham xayollardan to'yganini va hayotdan hafsalasi pir bo'lganini, endi unga kerak narsa bor yo'g'i tekin ovqatlanish uchun talon va tunaydigan boshpana ekanligini aytdi. Uning nigohi mutlaqo befarq bo'lib, yaxshilikka bo'lgan umidi butkul so'ngandek edi. Vaholanki qarshimdagi yigit tog'ni ursa talqon qiladigan, ammo qanday ish qilishni bilmagani uchun sarosimaga tushib qolgan edi xolos. Men hayotga bo'lgan nuqtai nazarini o'zgartirsa, uning boyib ketishi mumkinligini yaqqol ko'rib turardim. Shuning uchun ham undan nima uchun multimillioner bo'lishga intilmaysiz? Nega ayanchli hayotga rozi bo'lyapsiz? Axir buning o'rniga osongina millionlarni ishlab topishingiz mumkin-ku, deb so'radim. Meni mazaxlamang, dedi u. Qornim och, menga ish kerak. Men hazillashayotganim yo'q, dedim. Mutlaqo jiddiy gapiryapman. Agar o'zingizda mavjud aktivlardan foydalana olsangiz, bemalol millionlarni ishlab topishingiz mumkin. Aktiv deganda nimani nazarda tutyapsiz? Xitob qildi u. Menda egnimdagi kiyimimdan bo'lak hech vaqo yo'q. Suhbatimiz davomida ma'lum bo'ldiki, bu yigit harbiy xizmatga ketishdan avval Fuller Brush firmasida savdo agenti bo'lib ishlagan. Harbiy xizmatda oshpazlik qilgan va ovqat pishirishni juda yaxshi o'rganib olgan ekan. Boshqacha qilib aytganda, bu yigitning aktivlari uning tabiiy jismoniy holati yaxshiligi va kallasi ishlashidan tashqari yana yaxshi ovqat pishirishi va sota olishidan ham iborat edi. Ana tushundinglarmi? Hammani aktivi bor, o'ziga yarasha. Tushunyapsizlarmi? Aktiv faqat pul deyilmaydi, o'rtoqlar. Aktiv faqat puldan iborat emas. Bir tiyingiz yo'q bo'lsa ham sizni aktivlaringiz bor. Mana bu yigit sog'lom, gavdasi bor va qachondir savdo agenti bo'lgan. Bu bitta aktiv. Ovqat pishirishni biladi, ikkinchi aktivi. Va sog'lom, nimadir ishini qilib beradi, uchinchi aktiv. Buni aktivlari shu. Ana endi sizga savol. Sizni aktivlaringiz nima? Faqat pulga yopishib olmaylik. Bizning aktivlarimiz nima? Masalan, chiroylisiz, shirin gapirasiz, qomatingiz go'zal, sizni aktivingiz nutqingiz va go'zalligingiz. Xo'p, sizni aktivingiz nima? Siz zo'r sotasiz. Sizni aktivingiz nima? Siz zo'r pishirasiz. Sizni aktivingiz nima? Mana har bir inson o'zini aktivini bilib olish kerak va uni pulga aylantirish kerak. Xo'p, turgan gapki, ovqat pishirishni va sotishni uddalashning o'ziyoq
insonni multimillioner darajasiga olib chiqa olmaydi. Ammo urush faxriysi bo'lgan o'sha yigit bizning ushbu kasblar haqidagi odatiy tasavvurlarimizni chilparchin qildi. U o'sha paytda o'zida mavjud bo'lgan imkoniyatlari bilan birgalikda o'zi harakat qilishiga to'g'ri keldi. Yigit bilan 2 soatlik suhbatimdan so'ng u asta-sekin o'zgara boshladi. Tushkunlik va chorasizlik faol ravishda imkoniyatlarni izlash bilan almashindi. Oxirida unga o'zingdagi sotuvchilik qobiliyatidan foydalanib, uy bekalarini, qo'shnilarini uy taomlaridan tatib ko'rishga taklif qilishlariga ko'ndirsang, shundan keyin oshxona anjomlarining keng savdosini o'tkazsang qanday bo'larkin, degandim. Yigitga bu juda ham ma'qul tushdi. Unga kiyim-kechak va kerakli oshxona jihozlari sotib olishi uchun yetarli ozgina pul berdim-da, keyin o'z ixtiyoriga tashlab qo'ydim. Bir haftadan keyin yigitning savdodan tushgan sof daromadi $100 atrofida bo'ldi. Yana bir haftadan keyin esa u daromadini 2 baravar oshirib oldi. Shundan so'ng esa sotuvchilarni yollab, ularga ish o'rgata boshladi. Qaranglar, o'zi gadoy bo'lib, qonim to'ysa bo'ldi deb kelgan odam. 4-yilning oxirida o'sha yigitning yillik daromadi $1 million dan oshib ketdi. U savdo bo'yicha yangi rejani amalga tatbiq etdi. Keyin uni shaxsiy ishlab chiqarishiga aylantirdi. Mana ko'rasizlarmi? Butunlay bu inson yangi insonga aylanib, o'sha boshqaruv qildi. Yangi ish o'rin yaratib, o'zini ish bilan ta'minlab, yana ishchilarni ishga olib, shaxsiy ishlab chiqaribdi. Ko'ryapsizlarmi? Omad o'zidan o'zi kelmadi. Bunga strategiya qildi. Bunga fikr, miyani ishlatdi. O'zini aktivlarini ishlatdi. Endi siz ham o'zingizda yashirin aktivlar turgan bo'lsa, qadiring o'zingizdagi aktivlarni. Pul yo'q, qarzdorman deb o'tiravermang. Sizda qanaqa aktivlar bor? Tanangizda qanaqa aktivlar bor? Balkim siz uni 10 ta aktivingiz bordir, siz 2 tasidan foydalanayotgandirsiz. 10 tasini baravar foydalaning. To'g'rimi? Aktivlaringiz qani aktivlaringiz? Ishlating. Demak, bugun sizlar bilan biz Napoleon Hillning O'yla va boy bo'l 52 hafta uchun 52 reja kitobini 2 ta haftasini o'qidik. Bizda yana hali oldinda 50 hafta bor. Prosta o'zingiz o'qigandan ko'ra, buni men bilan birga o'qib, men ichida chunki tahlil qilib beraman, sizga tushunarli tilda anglatib tushuntirib beraman va foydali dars bo'ladi bu. Mana shu rubrikani ochdim. Ana endi bugungi 2 ta mana shu o'qigan darsimizdan siz nima fikr oldingiz, nima o'zgarish miyangizda bo'ldi? Yozinglar menga. Agarda sizga bu rubrikamiz yoqqan bo'lsa, biz siz bilan bu rubrikani darsi davom ettiramiz. Buni oxirigacha o'qiymiz, sizlar bilan gaplashamiz. Va o'zingizda nima savollar bo'lsa, berishinglar mumkin. Давайте. Hop, qani guruhimizda nima gaplar, guruhga yozyapsizlarmi yo? Hop. Qani nima fikr oldingiz? Nima fikrdasiz? Nima yoqdi sizga, nima yoqmadi? Nimadir angladingizmi? Bugun o'qiganlarim foyda bo'ldimi sizga? Yo prosta o'qib berdimmi sizga? Foydali bo'lgan bo'lsa, foydali bo'ldi deb yozinglar. Mana shunaqa o'zingiz ustingizda ishlamasanglar, mana bunaqa guruhdagi reklamachilarga o'xshab har kuni 50 marta guruhga odam qo'shitib yalinib o'tirasizlar. O'zingiz ustingizda ishlamasangiz, mana shunaqa qilib hamma joyga xohlanmagan joylarga kirib spam olib o'tirasiz keyin.
Xo'p, qani nima fikr oldinglar, nimalarni angladinglar yoki shaxsiy savollaringlar bor? Xo'p, anglashlar oldinglarmi? Nimalarni oldinglar? Foydali bo'ldi. Rahmat. Mana Instagram ancha aktiv. Menda bu kitob bor, o'qisam tushunmasdim. Ko'ryapsizlarmi? Mana men o'qiganimdan demak foyda oldinglar. Demak, bu rubrikani davom ettirsak bo'ladi. Demak, davom ettirsak bo'ladi. Xo'p, qani 3-haftani ham o'qiymi? Yo'q, 3-haftasi ko'proq ekan. Xo'p, o'zinglarni shaxsiy savollaringlar bo'lsa beringlar. Shaxsiy savollaringlar orqali nimadirlarni tushunmayotgan bo'lsanglar yechsak bo'ladi. Va foydali inson bo'lishinglarga nima yetmayapti? Menda ateli bor, shuni kengaytirgim keladi. Kengaytiring. Mana shu yo'lda sizga nima to'siq bo'lyapti? Mana shu to'siqlarni aniqlab, bartaraf qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, kelinglar 3-haftani ham o'qib qo'yamiz, keyin fikrlaringlarni aytasizlar. Mayli, bunisini ham o'qib qo'yamiz. O'rtada reklamli pauza qiling. Bizda hozir orzularga erishish va uy mashina olish kursi boshlanyapti, o'rtoqlar. Mana shu kursimizda siz konkret, xudo xolisi, shaglarni mendan olasizlar. Qandoq qilsa, nima qilsa, uy olasiz, mashina olasiz, strategiya tuzasiz, nimaga ishingiz yurishmayapti, daromadingiz oshadi, munosabatingiz yaxshilanadi. Mana shu kursimizga 3 kun qoldi atigi. Kim mana shu kursga kirmagan bo'lsa hali, tezda kirib olinglar. Bu kursimizda meni necha yillik tajribalarim va meni nima deydi, uy mashina olishdagi bilimlarim, ishlatgan texnikalarim hammasi beriladi. Men turmushga chiqolmayapman. O'zimni odamimni qanaqa qilib topaman? Qaranglar, turmushga chiqolmayotganingizni sababi sizda juda ko'p sabablar bor. Birinchisi, omadsiz turmushni guvohi bo'lgansiz. Bu opachangiz bo'lishi mumkin, oyingiz adingiz bilan kelishmagan bo'lishi mumkin, qo'shningizni eri ularcha urib haydab yuborgan bo'lishi mumkin. Men bilmayman sizda nima. Men sizni hali sessiya qilmadim. Ikkinchisi, o'zingizga ishonchingiz juda past bo'lishi mumkin. O'zingizga ishonchingiz qayerdan past bo'ladi? Masalan, siz perfeksionizm bo'lsangiz, masalan, meni sochim qalin emas, yo meni egilib yuraman, yoki men bo'yim past, meni kim ham olardi, yoki men baqaloqman, menga kim ham uylanardi. Mana shunaqangi bizda cheklovchi stereotiplar bor. Va men bilmayman sizda qaysi biri. Balkim kavlasa umuman boshqa narsa chiqar. Va boshqa sabablar. Kimlardir erkaklarga juda kuchli nafrati bo'ladi. Otasiga nafrati yoki yoshligida qaysidir yigitiga nafrati, bilmayman men. Shulardan bittasi. Balki umuman boshqa narsa chiqar sizdan. Men ishlaganlarimdan chiqqanlarni aytyapman. Va o'shalarni oqibatida siz turmushga chiqishdan qo'rqasiz. Va sizni orzungizdagi shahzoda kelmaydi go'yo. Aslida sizni oyingiz mana bunaqa panjara qo'yib qo'ygan, yaxshisini olib kirmaydi sizga. Nitolari keladi. Keyin siz bahona qilib turmushga chiqmay o'tiraverasiz. Tushunyapsizmi? Mana bu panjarani olib tashlash uchun biz kurs taklif qilamiz va siz bilan shaxsan ishlaymiz. Mana shu panjarani qidirib topib olib tashlaymiz. Ong ostidagi qo'rquvlarni. Shaxsiy sessiyaga yoziling, siz bilan albatta ishlaymiz. Mana shu orzularga erishish kursimizda ham juda ko'p narsalar yechilib ketadi. Shunga qo'shilib oling. Xo'p, Telegram sizlarda bor boshqa savollar yo'qmi? Keling, mana shu 3-haftani ham o'qib qo'yamiz.
Buni nomi muvaffaqiyatga intilish kerak deb nomlanar ekan. Hozir bir sekund. Xo'sh, keldim o'rtoqlar. Qani, davom etamizmi? 3-hafta. Muvaffaqiyatga intilish kerak. Muvaffaqiyatga intilish kerak. Bir qarashda muvaffaqiyat to'plangan boylikning miqdori bilan o'lchanadiganidek ko'rinadi. Shubhasizki, farovon hayot muvaffaqiyatning o'ta muhim tarkibiy qismi. Ammo asosiy va haqiqiy mukofot bu ishni qo'yilgan maqsadga erishgan holda bajarganimizni anglagan holda mamnun bo'lishdir. Masalan, Eynshteynni olaylik. U butun hayoti davomida boy bo'lmagan, ammo uni muvaffaqiyatga erishmagan deya olamizmi? Ko'rasizlarmi, Eynshteyn fizik olim boy bo'lmagan ekan. Lekin u muvaffaqiyatga erishmagan deyilmaydi deyapti. U muvaffaqiyatga erishgan. Prosta boy bo'lmagan. Ammo uni muvaffaqiyatga erishmagan deya olamizmi? Eynshteyn dunyoni o'zgartira olgan. Vaholanki u nimani xohlashini bilgan va o'z intilishlarini amalga oshirishning rejasiga ega bo'lgan. O'zini muvaffaqiyatga erishishga undash uchun insonga nima kerak? Buning uchun Eynshteynning misolida boshqa muvaffaqiyatga erishgan shaxslarni ko'rib chiqish kerak. Javob oddiygina. O'z maqsadiga yetishishni sidqi dildan va juda ham xohlash kerak. Ammo shuni ham yodda tutish kerakki, oddiygina nimanidir xohlash va unga erishishga bo'lgan qattiq ishtiyoq orasida farq bor. Tushunasizlarmi? Maqsadiga yetishishni sidqi dildan va juda xohlash kerak. Oddiy nimadir xohlash bilan erishishga bo'lgan qattiq ishtiyoq o'rtasida farq bor deyapti. Demak, siz nimagadir prosta xohlayman desangiz, erishmayotgan bo'lsangiz, demak siz qattiq xohlamayapsiz o'rtoqlar. Qattiq xohlash o'rtasida oddiy xohlash bilan farq bor deyapti. O'shandagina erishasizlar. Oddiysida erishmaysizlar, bilib olinglar. Sidqi dildan xohlaganingizda maqsad aniq bo'ladi. Bu esa ilgari yengib bo'lmasdek ko'ringan to'siqlarni osongina bartaraf etishga yordam beradi. O'z kuchiga ishongan odam uchun uddasidan chiqmaydigan ishning o'zi yo'q. Ko'rdinglarmi? Mana shuning uchun ham g'olib bo'ladi. Masalan, siz voy uy olishim kerak, voy daromadim oshishi kerak deysizda gapiraverasiz. Lekin umuman harakat qilmaysiz. Bu demak siz xohlamayapsiz aslida degani.
Qattiq xohlagan odam nima qilib bo'lsa ham qiladi. Unaqa qilib ko'radi, bunaqa qilib ko'radi, buni o'qib ko'radi, buni qilib ko'radi, tushunasizlarmi? Demak, siz hozir nimadir pulim yo'q, daromadim yo'q deyapsizmi? Demak, siz qattiq xohlamayapsiz va qattiq o'zingizni ustingizda ishlamayapsiz degani. Oldingizga muayyan hayotiy maqsad qo'ying. Uni qog'ozga yozing. Ko'rasizlar, yozganmisiz deb savol bersam bir xil yo'q, bilaman, miyamda turibdi deydi. U mumkin emas. Qog'ozga yozish kerak. Uni xotirangizga mustahkamlang. Barcha xayollaringiz va bor kuch-quvvatingizni uni amalga oshirishga yo'naltiring. Mayda-chuyda omadsizliklar sizni yo'ldan toydirishiga yo'l qo'ymang. Ularni oxir-oqibatda to'g'ri yo'nalishni topishga ko'maklashadigan o'ziga xos maslahat deb hisoblang. Mana maqsad qo'yib ketayotgan paytingizda oldingizda chalg'ituvchi, sizni yo'ldan qoldiruvchi maslahatchilar ko'payib ketadi. Voy qilma, voy bo'lmaydi, anu ham qilgan, mana bo'lgan, o'xshamaydi. Siz u mayda-chuyda narsalarga qaramasdan to'g'ri gazni bosaverishingiz kerak. Henry Ford o'zining birinchi otsiz aravasini yaratishga kirishganda uzoqni ko'rolmaydigan odamlar, shu jumladan o'zining qarindoshlari va qo'shnilari ham uning ustidan kulib, tomi ketgan ixtirochi deb atashgandi. Ko'rasizlarmi, birinchi mashinani ixtiro qilgan odam Henry Ford. U paytlar ot bilan aravada yurganda hamma bu otsiz aravani qilgan, kashf etgan. Va atrofidagi aqllilar o'zicha kulgan ustidan. Vaholanki o'sha odam yaratishni boshlamasa, hozir siz mashinada yurmasdingiz hozir. Biz mashinada yurmasdik. Demak, kimdir nimanidir yaratganda, yangilik bo'lganda, unga atrofidan toshlar otiladi, ustidan kuladi. Bu paytda siz va pishiq e'tibor berishingiz kerak emas. Agar uni gapiga qarasangiz, siz uni sherigi bo'lib qolib ketaverasiz. Biroq Ford nimani xohlayotganini aniq bilardi. U o'zi o'ylagan narsaga erishishni juda ham xohlardi. Maqsadiga yetishish yo'lida uni to'xtata oladigan narsaning o'zi yo'q edi. Yetarli ma'lumoti va mexaniklik ko'nikmalari bo'lmasa-da, u mustaqil holda bilimini oshirishga urindi. O'zining hayotdagi maqsadini amalga oshirishni jon-dilidan xohlovchi odam uchun to'siqlarning o'zi mavjud emas. Ford Amerikaning yuzini o'zgartira oldi. Avtomobillarni ommaviy ravishda ishlab chiqarish ularni daromadi o'rtacha bo'lgan odamlar ham sotib olish uchun imkon berdi. Avtomobilsozlikning rivojlanishi o'z ortidan ishlab chiqarishning boshqa sohalarining ham rivojlanishi uchun turtki berdi. Agar uning Tin Lizzy Fordi bo'lmaganida edi, avtomobil yo'llari tarmog'i ham paydo bo'lmasdi. Shu bilan birga ularga xizmat ko'rsatuvchi turli ta'mirlash ustaxonalari, yo'l chetlaridagi tamadduxonalar va kichik mehmonxonalardagi ko'plab ish o'rinlari yaratilmagan bo'lardi. Boshqa misol sifatida o'zining mehnat faoliyatini Filadelfiya shtatidagi ixchamgina do'konchada kichik sotuvchilikdan boshlagan Jon Vanamakerni keltirish mumkin. Ish faoliyatini boshlagani hamon u o'zining shaxsiy do'konini ochishni orzu qila boshlaydi va bir kuni bu haqda xo'jayiniga aytadi ham. Xo'jayin esa uning ustidan kuladi. "Joni, nimalar deyapsan? Hatto yangi kostyum sotib olishga ham puling yo'q-ku. Buni butun boshli do'konni ochishga senga pul qayerdan bo'lsin?" deydi. "Yo'l bo'lsin" deydi. "Ha, hozircha kostyum uchun pulim yo'q, ammo baribir shunaqangi do'konim bo'lishni xohlayman. Bu maqsadimga erishaman ham." Ish faoliyati eng gullab yashnagan davrda Vanamaker shu paytgacha mamlakatda mavjud bo'lmagan yirik savdo uyining egasiga aylandi. "Men yetarlicha bilim ololmadim. Ko'p yillardan keyin tan olgandi Vanamaker, ammo men o'zimga kerakli bilimlarni atrofdagi hayotdan yig'ib olganman." Ko'rdingizmi? Yodda tuting, inson o'zining tasavvuridagi sig'dira olgan va aqli bovar qilgan barcha narsalarga erisha olishi mumkin. Muvaffaqiyatga erishishni ko'zlagan odam vaqtni behuda o'tkazmaydi. Buning uchun barcha mavjud mablag'larni sarflaydi va barcha yo'llarini topadi. Ko'ryapsizmi? Mablag' topish uchun ham mablag' sarflanadi, deyapti. Biz nima qilamiz? Bir tiyin sarflamasak-da, biz boy bo'lib qolsak. To'g'rimi?
mablag' topish uchun ham mablag' sarflanadi. Ya'ni siz katta pullarga ochilmoqchisiz, uy, mashina olmoqchisiz. Demak, uy, mashina olishni o'rgatadigan kursga mablag'ingizni sarflashingiz kerak. Yoki ongizda qanaqa to'siq bo'lyapti, buni bilish uchun birga ishlashimiz kerak. Va to'g'ri, o'zimni yoritib beryapman sizlarga, nimaga yordam berishimni. Muvaffaqiyatga eltuvchi yo'lingizni ayni paytda qo'lingizda mavjud bo'lgan manbalardan foydalangan holda hozirdanoq qura boshlang. Demak, sizni muvaffaqiyatga erishishingizga yo'l topildi, inson ko'rsatuvchi topildi. Endi qo'lingizda yetarlicha manbani shunga tikishingiz kerak. Tushunasizmi? Shunda siz o'ylayotgan, siz kutayotgan kelajakdagi ma'mi orzularingiz amalga oshadi. Siz birinchi burningizni tagidagi birinchi qadamni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Demak, bizni katta maqsadligi kichkina yo'lchalardan sekin-sekin chiqsak ham bo'ladi. Siz hozir uy olishga 60 ming, 100 ming dollaringiz yo'q, lekin uy, mashina olish kursiga misol uchun mingchagina pulingiz bor. Mana shundan qadamni boshlashingiz mumkin. Orzularga erishishga. Tushuntira oldimmi? Demak, biz sizlar bilan mana shu kitobni hozir 3 ta haftasini o'qib tugatdik. Xudo xolasa keyingilarini ham o'qiymiz. Bu uchun sizlar aktiv bo'lishinglar kerak. Har kuni kirib, qachon efir ekan deb kuzatib turishinglar kerak. Postlarimizga like, podpiskalar, kommentlar yozib turishinglar kerak bo'ladi. Shunda bularga foydali bo'layotgan ekan. Men dash davomini o'qib sizlarga tahlil qilib beraman.